Biz esa yana suhbatimizni davom ettiramiz va yana bir suhbatdoshimiz bor. Ularni taklif etsak. Marhamat. Madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibasi, Bedana folklor etnografik xalq havaskorlik jamoasi badiiy rahbari Matlubaxon Samatova hamda Qo'rg'ontepa tumani madaniyat bo'limi ommaviy tadbirlar rejissyori, madaniyat bo'limi matbuot xizmati xodimi Abror Mirzo Mo'ydinov bo'ladi. Ko'rganimizdan xursandmiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Taklif qilganinglar uchun Sharofiddin sizga, G'ayrat aka sizga rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Kuninglar xayrli bo'lsin. Biz mana Qo'rg'ontepa tumani madaniyat qoshida tashkil etilgan Bedana folklor jamoasini 1991-yil turmush o'rtog'im Samat Madamjon aka tomonidan tashkil topgan ustozimiz shu andijonlik Mamasolim Mamadaliyev qalamiga mansub she'rlardan xo'jayinim o'zi bastalab kelgan kuy qo'shiqlarni ijro etib kelyapmiz. Samat Madamjon aka boshchiligida turli ko'rik tanlovlarda yaxshi natijalarga erishdik.
viloyatlarda o'tkazilgan ko'rik tanlovlarda, respublikada o'tkazilgan ko'rik tanlovlarda yaxshi natijalarga erishib kelayotgandik. 2015-yil 25 fevral kuni Andijon viloyati teleradio kompaniyasini qadriyat ko'rsatuvi orqali jamoaning Navro'z ayyomiga bag'ishlangan tashrifingdan jonim o'rgilsin Navro'z deb nomlangan musiqiy dasturida qatnashdi. Afsuski 26 fevral kuni turmush o'rtog'im olamdan o'tib qoldi ko'qqisdan. Shundan beri o'zim dasturni davom etkizib kelyapman. Ko'ryapmiz, aynan Qo'rg'ontepa tumani madaniyat bo'limi jamoasini faqat viloyatimizda, balki respublikada o'tkazilayotgan turli tanlovlar deymizmi, xalq sayllarda, bayramlarda faol ishtirok etib keladilar. Aynan ushbu jarayonlarga to'xtalaylik. Abror aka, qanday shu kunga qadar joriy yilda respublika miqyosidagi qaysi tadbirlarda ishtirok etib qaytdingiz? Bedana folklor jamoamiz 2002 yildan asosan ko'proq shu yurtimizda, respublikamizda, viloyat tumanlarda o'tkazilayotgan ko'rik tanlov, xalqaro festivallarda qatnashib keladi, faxrli o'rinlarda olib keladi. Shu hududimizga xos milliy urf-odatlarni, unutilib borayotgan o'yinlar, kuy-qo'shiqlarni shu xalqimizga shu festivallar orqali, ko'rik tanlovlar orqali yetkazib boryapti. Shu 17-yili Buxoro viloyatida Zardozli va Zargarli xalqaro festivallarda qatnashib, faxrli 3-o'rinni egalladi. 18-yil Qashqadaryoda xalqaro maqom festivalida, 19-yil Sirdaryoda bo'lib o'tgan Boysun bahorida har yili imkon qadar Bedana folklor jamoamiz festivallarda, ko'rik tanlovlarda qatnashib, hozirgi kunga qadar xalqimiz e'tiboriga xizmat qilib kelyapti. Albatta, endi madaniyat sohasida, madaniyat sohasida keyingi yillardagi o'zgarishlar soha xodimlarining oldiga qanday maqsadlarni qo'yapti? Ochig'ini aytish kerak, 7-8 yil avval endi mashhur bo'lsa, bir taniqli bo'lsa, bir yaxshi bir tanishi bo'lsa, ana shu odam faqat televizordan tushmagan. Ana shu odamga alohida e'tirof bo'lgan. Lekin bugun iqtidori bor. Mana Madaniyat vazirligining alohida bir ko'krak nishonlarini mana kuni kecha sharobini kuzatdimda, aynan mana shu taqdirlov marosimida juda ko'p so'z ustalari, ana shu ijtimoiy tarmoqlarda roliklar tayyorlayotgan yigitlarimiz ham ana shu madaniyat san'at fidoyisi ko'krak nishonlariga ega bo'lgan. Bu juda katta e'tirof, chunki bugun madaniyat san'atga berayotgan e'tibor tufayli eng noyob iqtidorlarni ham biz kashf qilib olyapmiz-da. Albatta. Mana ko'ryapmiz, jamoangiz orasida ham yosharayotganlarini ko'ryapmiz. Jamoa orasida mana shu ko'payayotganini ko'ryapmiz. Avval shu madaniyatni tark etgan edik-da. Bugun qanday bo'ldi? Qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Albatta, to'g'ri savol berdingiz. Oldinga qaraganda bugungi kunda madaniyat sohasi ancha oldinga ildamlab boryapti. Unga qo'shimcha yana mana ijtimoiy tarmoqlar ham ancha qo'l kelyapti. Sharobidan aytganda shu madaniyat bo'limini, Qo'rg'ontepa tuman madaniyat bo'limini matbuot xizmatini ham birgalikda olib boraman. Ijtimoiy tarmoqlarda YouTube deysizmi, Facebook, Telegram, Instagram sahifalarida imkon qadar shu madaniyat bo'limida bo'lib o'tayotgan shu folklor jamoamiz hamda Navro'z ashula va raqs xalq ansamblimiz ham bor bizni. Ularda qolaversa shu madaniyatga qiziqayotgan, san'atga qiziqayotgan yosh, iste'dodli, iqtidorli yigit-qizlarni to'garaklarga jalb qilib boryapmiz. Nimagaki shu ijtimoiy tarmoq bizga ko'proq qulay kelyapti. Ijtimoiy tarmoqda ko'ryapti, ha, demak biz borsak bo'lar ekan. Haqiqatan ularga bepul ustozlarimiz san'at yo'lida dars beradi, saboq beradi. Oldinga qaraganda ancha ildamlab bordik. Bugun madaniyat markazlarida faoliyat ko'rsatayotgan to'garaklarga bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizni farzandlari yoki nabiralari borsa, bu bepul, shunday bo'ladimi? Bepul, albatta. Demak, hech qanday to'lov qilinmaydi. Yo'q. San'at sohasiga yaxshi qiziqqan, masalan, dutor sohasidami, rubob, xonandalikmi, qaysi yo'nalish bo'yicha bizga borsa, to'garak rahbarlari, ustozlarimiz o'zi bepul, beminnat saboq berib boradi.
shoyi muqaddasmidi? Kalmana shoyi muqaddasmidi? O'zbegimning qizlari ta'rifi shumasmidi? O'zbegimning qizlari ta'rifi shumasmidi? Atlasga mosmasmidi? Atlasga mosmasmidi? Mamalar kiygan libos atlasmi adresmidi? Mamalar kiygan libos atlasmi adresmidi? Kiydirib bobolarin ishqida yonmasmidi? Kiydirib bobolarin hajrida yonmasmidi? Kalmana shoyi muqaddasmidi? Kalmana shoyi muqaddasmidi? O'zbegimning qizlari ta'rifi shumasmidi? O'zbegimning qizlari ta'rifi shumasmidi? Atlasga mosmasmidi? Atlasga mosmasmidi? Andijonda yo'li soz, yo'lida o'ynaydi g'oz. Andijonda yo'li soz, yo'lida o'ynaydi g'oz. Qizlari qizil gilos, yigitlari ishqimoz. Qizlari qizil gilos, yigitlari ishqimoz. Kalmana shoyi muqaddasmidi? Kalmana shoyi muqaddasmidi? O'zbegimning qizlari ta'rifi shumasmidi? O'zbegimning qizlari ta'rifi shumasmidi? Atlasga mosmasmidi? Atlasga mosmasmidi? Mani yorim Qo'qonda, panjarali do'konda. Voy mani yorim Qo'qonda, panjarali do'konda. Hali kelsa ko'rasiz, qosh ko'zi muqomda. Hali kelsa ko'rasiz, qosh ko'zlari muqomda. Kalmana shoyi muqaddasmidi? Kalmana shoyi muqaddasmidi? O'zbegimning qizlari ta'rifi shumasmidi? O'zbegimning qizlari ta'rifi shumasmidi? Atlasga mosmasmidi? Atlasga mosmasmidi? Bolalikdagi xotiralarni yodga soldi. Aynan qarang, nomoddiy madaniy merosimizda Andijonning yo'li soz, yo'lida o'ynaydi. Ajoyib. Albatta. Xalq termalarida bu xalq og'zaki ijodi, to'g'rimi? Ana shu mana shu xalq termalarini, xalq og'zaki ijodini mana shunday sahnaga olib chiqishda bizda ijodkorlarimiz bormi? Aynan mana shu borada qanday izlanishlar olib boryapsizlar? Albatta biz folklor jamoamizni repertuarida shu hududimizga xos milliy urf-odatlarga, milliy o'yinlarimizga, milliy lapar kuy qo'shiqlarga tayanamiz. Ko'proq ustozimiz Mamasoli Mamadaliyev hoji akamizni qalamlariga mansub she'rlaridan foydalanamiz. Mana ustozimiz aytib o'tgandek, Samat Madamjon aka kuylar bastalagan. Hozirgi kunda ham repertuarni boyitish maqsadida yangi repertuarga masalan Andijon polkasi yangi qo'shiqni ustida ishladik, tayyorladik. Endi yaqinda yana endi atlas ko'ylak, atlas materialiga mos kuy qo'shiqlar tayyorlayapmiz. Xudo xolasa u ham tez kunda tayyor bo'lib qoladi. Yana nima deyishim mumkin? Demak, har bir mana shu milliy qadriyat deymizmi, urf odatmi yoki mana hozir aytib o'tdingiz, atlasga bag'ishlab qo'shiq qilinyapti. Xudo xolasa. Andijon polkaga ham adashmasam bor. Ha. Boyagina eshitgandek bo'lganda, endi albatta dastur so'ngida Andijon polkaga bag'ishlangan qo'shiqni birgalikda tinglaymiz. Nima deymiz, hamisha omad tilaymiz Qo'rg'ontepa tumani madaniyat bo'limi jamoasiga hamda Bedana folklor etnografik xalq jamoasiga faqat omadlar tilaymiz. Respublikada ham faqat yuqori natijalarni qo'lga kiritib, eng namunali bir markaz sifatida e'tirof etishini tilab qolamiz va ayni daqiqalarda bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda va shu o'rinda bir tabrik bor. Aynan bugun 19-aprel sanasida o'zini tavallud kunlarini nishonlayotgan hamyurtlarimiz bor. Ularni tabriklaymiz va ularning orasida aynan bizni qadrdon do'stimiz, ukamiz Fayoziddin uchun qadrdon bo'lgan bir inson borlar.
ayni damda bizdan tomosha qilmoqdalar. Bugun 19-aprel sanasi o'zining tavallud kunlarini nishonlayotgan hamyurtlarimiz orasida Izboskan tumani To'rko'l qishlog'ida istiqomat qiluvchi Azizaxon No'monova ham aynan o'zining tavallud kunlarini nishonlamoqda ekan. Biz ham tabriklaymiz Azizaxon. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga hamisha omon bo'ling. Ushbu tabrik esa qadrdon insoni Fayoziddin tomonidan yo'llanmoqda. Biz ham muborakbod etamiz. Demak, Sharobiddin bugun yakshanba, dam olish kuni teleekran qarshisida hozir nonushtani qilib tayyorlab bizni tomosha qilib turgan aziz teletomoshabinlarimizga kunni yaxshi boshlab oling, rejalashtiring va ishni unumdorligiga e'tibor qarating va bugun sizga berilgan imkoniyat, chunki ertaga yana yangi hafta, yangi ish kunlari. Demak, mana shu jarayonda siz birozgina ham yumushlar bilan ham dam olishni birgalikda uyg'unlashtiring. Andijon telekanali dasturlarini kuzatishda davom eting. Andijon nafasiga yakun yasaymiz. Bugun 7 kun axborot informatsion dasturida ham bir-biridan qiziqarli lavha reportajlarni sizga ilinganmiz. E'tibor uchun rahmat. Omon bo'ling. Demak, ajoyib Albatta, qo'shiq bilan yakunlaymiz. Yana jonli efirlarga qadar xayrlashamiz. Dastur so'ngida esa go'zal va sho'x qo'shiq bilan kayfiyatni ko'taramiz va birgalikda raqslarga tushamiz. Marhamat. marhamat. Babaları koptu kiygen belde belbağ Mamaları yelle ayta kılda yurda Kızlar içi kan atlasda küydüredi Yigitleri askiye bak güldüredi Kızlar içi kan atlasda küydüredi Yigitleri askiye bak güldüredi Ah beş gittim Andijon değil ülkemizge Siz ham o'ynang o'sha mashhur ko'rkamizga Ah besh ketdim Andijon değil ülkemizge Siz ham o'ynang o'sha mashhur ko'rkamizga Kelinchayu ohu ko'zli qoshi kamon Hushyor bo'ling kuyovlari rashki yomon Beqasam to'n kiysalar xo'p yarashadi Hurmalaklar 40 kelin qarashadi Beqasam to'n kiysalar xo'p yarashadi Hurmalaklar 40 kelin qarashadi Bir kelingiz Andijondek o'lkamizga O'ynab keting o'sha mashhur o'lkamizga Bir kelingiz Andijondek o'lkamizga O'ynab keting o'sha mashhur o'lkamizga Gerçi